o'rganish va tadqiqotda izchil kirishib, vaqtdan unumli foydalanib, boshqalar hayron qoldiqdek natijalarga erishib ekansiz. Shu natijalaringiz asosida sarxush ingliz tili o'qish metodi va tadqiqotdagi shunday darsliklarni tuzib ekansiz. Endi nurg'a odamlar balkim shu chog'larda ilmga yoki vaqtga nisbatan qanday muomala qilgandingiz? Hayron qolgudek natija diqqat qilib bo'lmas, ammo tirishqanim rost. Vaqt bilan musobaqalashganligim va o'zim bilan ilishqanim rost. Biz ko'pinchalarda vaqt qimmatlik, vaqtdan qadrlash kerak deymiz, ammo vaqt aslida bir mahrum bo'lib qolmish, kim vaqtni ko'gini yo'q. Vaqt ta'bir va mahmudda shu vajidami aytavur 4-asrda o'tgan mashhur Yevropa filosofi Augustin o'zining Dilbayon nomli mashhur falsafiy asarida vaqt haqida bunday bir klassik gapni qilgan. Agar birsi mendan vaqt degan nima deb so'rasa, tilim tutib men nima deyishimni bilmayman. Agar hech kim mendan vaqt to'g'riliq so'ramasa, o chaqda men vaqtning nimaligini deb beralayman deydi. Vaqt konkret yillardan, oylardan, kunlardan tarkib topadi. Mening 15 yillik o'qitish, o'rganish va tadqiqot tariximni aslasam, undaq bir narsa uchib keladi. Bu bo'lsa, yashash o'zimizga jon e'lon qilishdir, yashash vaqtni bo'ysundirishdir. 98-yil 23 yoshimda ingliz tilini o'rganishni boshladim. 2000-yilgacha bo'lgan 1-yil davomida kuniga 10 soatlab ingliz tilini o'rgandim. Ananki mush jarayonda yangi o'zgacha o'qitish metodi bilan bir xil o'rganish metodini, bir xil o'qitish metodini bayqadim. Buni sarxush ingliz deb nom berdim. 2003-yil qismida sarxush ingliz darsligi barliq keldi. 2004-yili Jan Qasqadaryo sarxush ingliz grammatikasini yozdim. 2007-yili xalqaro Ford o'qish mukofotiga erishdim va Amerikaga aspirantlik o'qishga bordim. 2013-yili 5-yilda doktorlikni olib qaytib keldim. Mushu jarayondagi vaqt boshqarish metodlarini va usullarini aslasam, tuvangidek chiqajaqlamayman. Birinchisi vaqtni akiltib boshqarish. Ikkinchisi vaqtni 4 bo'laklik rayoniga bo'lib boshqarish. Uchinchisi o'g'ri vaqtni yaxshi foydalanish. To'rtinchisi vaqtni bo'ysundirishni burun yurakni bo'ysundirish. Beshinchisi odat qonuniyatini vaqt qonuniyatiga bo'ysundirish. Bu nima degan gap desa, masalan, mikro mashg'ulot va vaqtni akiltib boshqarish. Bizning qo'limizdan intan qisqa 1 soat vaqt bor. Bunday vaqtida ish qilgan ish pakchab. Mening usulim buni 5 minutni 12 bo'lakka bo'lib, mikro mashg'ulotni 12 kina qilish. Masalan, 5 minutda bir do'stimga telefon qilish, 5 minutda ingliz tilini yodlash, 5 minutda ingliz lentlarni anglash, 5 minut so'z o'rganish degandek. Bunday vaqtga texnik mazmunlar taqib bo'ladi. Ikkinchi xil qo'llangan usulim vaqtni 4 bo'lak usul bo'yicha boshqarish. Ya'ni 5 minut qishlar, 15 minut qishlar, 30 minut qishlar, 90 minut qishlar bo'yicha vaqt taqsimladim. Men qo'llangan 4-usul o'g'ri vaqtni yaxshi foydalanish. Kunlik turmushimizda biz manganda, yig'inlar qatnashganda yoki mashina avtobuslarda o'g'irlanib ketgan vaqtlardan saqlanmaymiz. Mening qo'llangan usulim shu vaqtda yana bir qo'shimcha ishni tan qilish. Masalan, manga vaqtida inglizcha lentlarni angladim. Yig'inlar qatnashgan vaqtida deyotgan mazmunlarni ingliz tilida, ro'y dunyorimda ingliz tilida tarjima qildim. Andan keyin avtobusda manga vaqtlarda material ko'rdim. Demak, mushuna qisqa vaqtlarda, o'g'ri vaqtlardan yaxshi foydalangan vaqtida vaqtga mazmun va unum taqib qilib bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtni bo'ysundirishdan burun yurakni bo'ysundirish dedim. Ko'pincha hollarda menga yordam qilgan ahvollarda yurak bizga yordam qiladi. Bir zarur muhim ish bor, ammo uni yurak buyruq bermasa, uni utuq qozongal bo'lmaydi. Shunga vaqtni bo'ysundirishda psixikamiz masalda avval yurakni bo'ysundirish kerak. Keyin qo'llangan usulim vaqt qonun odat qonuniyatini vaqt qonuniyatiga boslashtirish. Hamishning qonuniyati va vaqtning o'zi shu, unumlik vaqt, unumlik odat bilan o'ntanasiz. Mening bizning kundalik 24 soat vaqtimiz 8 soat xizmat o'rganishga, 8 soat orom olish va uxlashga, eng oxirgi 8 soat o'zimizning qo'lda. Eng oxirgi 8 soatni unumlik ishlatish bir odamning muvaffaqiyati va mag'lubiyatini belgilaydi. Men hech kim daxl qilmaydigan atgan 5:30dan 8:00 bo'lgan oraliqni, shunaqla kechga 8 bilan 11 lik oraliqni yaxshi foydalandim. Shu vaqt qonuniyatiga o'zimning odatimni moslashtirdim. Shuning bilan xulosning bo'ldi, unumning bo'ldi degan vaqtida odatda jamiyatchilik kasbida havaskorlik bosqichidan oxirgi chunqurlab kirish taxminan 11 yil ketdi, to'liq ko'rish. Magistrlik muarifi va doktorlik muarifi uchun 11 yil vaqt ketdi. Ingliz tilida ABC'dan tortib chunqurlab ingliz leksiya so'zlash, ingliz tilida maqola yozish, ingliz kitob yozish bo'lgan holatda taxminan 10 yil vaqt ketdi. Shunchalik unumlik vaqt boshqarish usuliga tirishgan bo'ldim. Qanchalik bo'ldi uqmayman, ammo har holda mening qarashimcha ingliz tilida chunqurlash va jamiyatda chunqurlash maqsadimga yetdim. Bundan mamnunman. Oxirida yuqorqi vaqt boshqarish tajribalarimdan bunday xulosa keldim. Birinchisi, agar biz vaqtni yaxshi boshqara olsak, biz vaqtga unum va qimmat ato qila olamiz. O'z navbatida vaqt bizga qudrat ato qila oladi. Ikkinchisi, umr qimmatlik, hayot qimmatlik deymiz. U mahum bir gap. Agar biz vaqtni qadrlay olsak, umrni qadrlagan va hayotni qadrlagan bo'lamiz. Rahmat sizlarga.